tamam soyib hunalar meclis aradır bükün Könlümüz aynası Ravşan musaffadır bükün Çehreler gülgün açılgan Turfaradır bükün Bolsa halkımdan istekler muhayyadır bükün Assalomu alaykum qadrli musiqa shinavandalari. Ijodiy guruhimiz bilan yana Hazoras zaminiga keldik. Bu yilda ijod ahllari rang-barang ijodi bilan xalqimizga ma'naviy go'zallik ulashishda davom qilyaptilar. Hozir siz tinglagan xonishdan anglagan bo'lsangiz, ko'z oldingizga kelgan san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonovdir. Mana bu davradagi qatnashayotgan akalarimiz, og'alarimiz deyarli biz bugun ta'rif qilmoqchi bo'lgan mashhur Ortiq aka ovozi bilan kuylagan, Ortiq akaning nafasida xalqimizga Ortiq Otajonov bo'lib qolgan marhum Odamboy Qutmurodov ijodi bilan bog'langan fikrlarni havola qiladilar. Bu davrani qaraydigan bo'lsak, zamondoshlari bor, muxlislari bor, shogirdlari bor, do'stlari bor. Ana shunday lahzalarda biz xotiralardan bahramand bo'lamiz. Jam bo'lib baxtu saodat lechiq peshonlar Hazarası xuddi Xorazmimizdin ezelden musikanı, san'atni, ma'naviyatni yaxshi ko'radigan xalq Qutmurodovlarning o'zi umrbeka ma'naviyatli hammasi, deyarlik hammasi mekteplerini altın medal bilen, oliy dergahlarını kızıl diplom bilen tüketkenler. Hammasi. Odamboy ülkemiz rahmetli, özü injener. Lekin san'atni birinci koya dedi. Halk hizmetinde yürüp, rahmetli ülkem Zümrət bilen acayip farzandlarını terbiyelediler. Eslasam birinciden mağrurlanaman olabilen. Şunun acayip ülkemler bağlılıkından. Ertarak bizlerini terk edip gitti. Allah rahmet kılsın onları. Köp tesiratlarımız var. İnanızı ben şu stolu üstüne karasak, şu resimlerin köpçüliki 40 yıl, 35 yıl, 25 yıl bulup kalgan, şuların diğerlik hemmesinde şöyle oturanlarımız varmız şöyle. Şu gözümüzü elden öttürüp de tarihtin bulup ötüyor. Odamboy Allah rahmet kılsın. Juda güzel insan edi. Manevi güzel insan edi birinciden. Özünden kettelere hürmeti, bu kişinin özü bilen denleri bilen kıladığan sohbetleri, dilden kıladığan sohbetleri, yaşlara beradigan ögitleri, alem ma'nolar bor edi unda. Yoqub aka, mana insoniylik fazilatlardan ogoh bo'ldik. U kishining hayotda tutgan o'rni, obro'si, e'zozi juda ham yuqori bo'lgan ekan. Mana injener deb aytib o'tib ketdingiz fikringizda. Qanday qilib bu san'atga kirib qolganlar? Endi asli san'at Allohdan berilgan ne'mat bo'ladi asli. Lekin o'zining sohasidan oliy dergahı bitirgan sohadan eng yetuk injener edi. Eng iqtidorli injener edi. Hamma sohani juda mükemmel biladigan mutaxassis edi. San'at baribir rahmetli Ortiqama izinden barıp, şu kişinin eşyalarından, musikalarından ilhamlanıp şu san'atga girgan deb o'ylayman men. Ortiqam eşyalar aytib turibmi, Odamboy eşyalar aytib turibmi? Bilmeyen paytlarımız bizlerin ham bo'lgan. Şunday paytlar bo'lgan hakikatdan ham. Hozir ham eslaymiz şunu. To'ylarda, yaxshi kunlarda hammasi bir go'zal bo'lgan hayoti. Agar do'stlar yurur sanoqdi bir-birini ayratib bo'lmas Agar kulg'un nechangafnana alarni ayratib bo'lmas Demişler mal kuşunu bir kat
Kapastı aşreti bulmanas Vatan diyen ayrı könülliye Bilin ki yayreti bulmanas Bayni bandı bülbül niye Şamansı sayreti bulmanas Vatan diyen ayrı könülliye Bilin ki yayreti bulmanas Bayni bandı bülbül niye Şamansı sayreti bulmanas Tarjan ağa Adamboy ağamni ko'rganda nima hayolingizga kelar edi? Ortqa bilen akordiyonçu bolgan Ahmetcan Bekcanov'u bilesiz. Şu kişi aytganda Ortqa aka bilen dedi, bizler suhbetleşip oturganımızda mening şoirlerimin içinde şu meniki dineti miyarına yetirip aytadan şoirlerimin en zoru şu Adamboy dep aytar dedi. Bir dedi, neye barganımızda dedi, Ortqa akani panogrammasını koyup turgan okşudular dep dedi, gelip dedi mikrofonu öçürüp hem göryenler dedi. Karasa dedi, öz aytıp turgan. Şu derecede şu okşatıp aytar edi, indi bunu təsəvvür qılış kıyım. Şunun aileperver edi. Zümrət kızımız bilen şu bir yerlikte ömrü güzanlık kıldılar. Zümrət keserlenip kalkan vaktinde Adamboy atası, enesi, ferzentine karagandan dım yaxşı terbiye kılıp şunu ayağa turguzdu. Rahmetlik Zümrət aytdı bir günü bana da. Tahir ağa şu dedi, Adamboy beni yaxşı etip durup özü bir çara şu geçecek eken dep durup bundan keyin bir neçe yıl yaşadı lan. Dostperver şunu acayip insan edi. Şimdi bunun koşuklarını eshitseniz, şimdi şunun zor aytadı dedi, artık ekeni öze meyran kalgandan. Bazı koşuklarım benden hem yakşatı aytadı dep aytganlardan. Benim 40 yıllık yübileydiğimiz indi tentene ötüreden bulduk. Şunda dostlarım aytdı, bunu dedi bir nimede ötüreylikle dedi. Kafede mi dedi. Hemmemiz yığıldıktan şöyle bardık. Bargandan keyin Adamboy eşitip kalktıdan özünün sastavı bilen gelip durup şunu çıraylı kılıp ötkazıp verdi. Şimdi bize eke üke deyim, birge katta bolganmız, yaşlığımızdan. Bir koşlu olup yaşağımız, bir ailenin ferzenti deyim olup yaşağımız. Ularınkiler ne yapıp şeyden bolsa, ya ben doğru gelip kalsam, ya bu doğru gelip kaladan bolsa, bize şu avukatlarını yatıp uhlapam kalıp gidevergenmiz. Atasam şunun zor adam ediler, meşhur patan. Emberenemem şunun bir bilimli, şunun güçlü ayaladılar. Şu ferzentlerini okutuştan edi, emberenemin ketler oğulları bu. Lekin meşhur patam özüm hiryayı kılı biri dediler. Ashula aytarmadi. Aşıllah hiryayı kılı biri dediler. Özleri olmasa mekanik olup işleyerler kalkızda. Baribir qonida bor ekanda. Başka ferzentlerinden var. Mesela Ataxan'dan var, ana Ulug'bek'te ülkesi var, ulardan var. Hem mesela ötken berber şu. Xotiralar albatta bugungi avlod uchun kerak narsa. Chunki Adamboy og'amni ashulalari yashayapti biz bilan. Ikkinchi umri davom etyapti uning. Shuning uchun bunday tahlillarni efirga uzatayotganligimizni ham tagida zamirida bir narsa borki, o'tgan insonlarning fazilatlarini bugungi avlodga yetkazish. Biz bilmaydigan jihatlari bordi. Ana shularni eshityapmiz. Xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Koyunlar dostlarım Ahvali olamdan yapırmaylar Yamonu yaxşılık Her türlü odamdan yapırmaylar Hakiki derdni bilgen yamal hamdan yapırmaylar Bugüngi şadlikda keçeyi gamdan yapırmaylar Ziyonu suduyu izzetni ikramdan yapırmaylar Yonimdagi Bahodir aka Qo'ziyev ham Hazorasibda mashhur xonandalardan. Bugungi shu davradoshlarimizning davraboshi bo'lib o'tiribdilar. Hurmatli mahrum ustozimiz Adamboy aka Qutlumo'ratovni eslab o'tiribmiz. Shuday naf farzandi Feruzbek hozir shuni izdoshi bo'lib, Adamboy akamiz bilan zamondosh bo'lganimdan xursandman. Ko'p xizmatda bo'ldi. Bu insonni hozir Toyir akam eslab o'tdilar. Hurmatli ustoz san'atkor Ortiq aka shu bir to'yda bo'lib qoldik. Shunda birga ketib boryapmiz biz mashinada. Ortiq aka dedim, shu yerda Hazorasibda dedim, sizning shoiringiz bu Adamboy aka dedim. Ha, o'zi guring qildilardan u da dum o'xshatadi menga deb shu vaqtda bir maqtab
yolda barışın gürünleşip bardı da artık gelip. Adambay Kutlumuratov hakikaten ham zor istidadlı sanatkar idi. Köp meseleleri öğrengenmiz. Bize mesela yine aytish stilinde bir marta bir yerde oturup kaldık. Bahadır dur dedi, bir ne dedi, şunday aytish kerak. Ömür öter aytib o'tirgan edim. Esimdan degan joyini dedi, shuni sal azatak qilib aytish kerak deb o'rgatganlar-da shu endi. Hozir ham umr o'tarini aytib turasizmi? Ha, aytib turaman. Navozandamizda shunday jarayonlar qiziqarliroq-da. Ozgina umr o'tardan ayting. Shunda Adamboy og'amning haqiqiy bergan o'gitini anglaymiz. Mayli, mayli. Umr o'tar, vaqt o'tar. Omad o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Senin yürüyüşlerin, senin gülüşlerin, senin yürüyüşlerin. Rahmet. Zatak deganingiz qanday jarayon u? Qani? Endi zatak degani bir Amaliyotda ikinci qilingan. kupleti var edi uni. Aha. Hozir uncha Aha. eslab bilinman. Endi uni uchun usul bilan aytib bilaman. Bahorda bog'ni go'zal. İkinci kupleti. Qor yog'sa tog'ni go'zal. Bu yoshlik chog'ni go'zal. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. So'zsiz qarashlaring. Sho'rni sal men shoshilibman-da, shu aytganda ular. Endi bu ijodiy tarafdan, lekin hayotiy tarafdan ham ko'p narsa o'rgangan bo'lishingiz kerak. Endi Adamboy akamning sahnada turishlari, biz endi u ustoz Ortiq akani o'zi bo'lar edi-da u. Biz endi Ortiq akani keyinroq bir katta bo'lgandan keyin Gapirishlarda qanday? Ortiq akam o'xshab gapirami u? endi gapirishida sal nima bor edi baribir. Lekin Adamboy bo'lib gapiradi. Shuni aytganda o'zi bo'lar edi. Men ikasi ham tortishlari ham turishlari ham o'xshatadi edi-da u. Aşkarga zaholi do'stlar küttür vafoli hayot shundan safoli lekin hech qachon chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring Kinhon izlashlaring, kinhon izlashlaring. Hayotdagi topgan ma'naviy go'zallik va boyligimiz bu albatta atrofimizdagi do'stlar bilan bog'lanib boradi. Adamboy akam mana fikrlardan anglayapmizki, juda ham do'stli, qadrdonli bo'lgan ekanlar. Zamondosh do'stlardan birisi davramizda qatnashyapti. Umarjon aka, do'stingizni bir xotirlaysiz endi. Bu Adamboy Kutlumuratov Qazarasipning bir xalqning nazarida tushgan san'atkor edi. Adamboy shu O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq akam shu pechindan yapışib, shunun duo fatihalarini olib, eling, yurtning, xalqning nazaridan qalbing xalqning xizmatlarini qildi. Bu inson bilan bizlar shu yoshlikdan do'stimiz, akalari bilan do'stimiz, donishimiz, munayibkasi bize bilan birga o'qidi. Bunga qo'shiqchilik shu maktab davridan boshlangan. Shu maktab davridan bu san'atga qiziqib, shu davrda maktabda konkurslara qatnashib, shu davrlardan g'olib bo'lib kelgan. Ana keyingi vaqtlarda shu Ortiq akaning pechindan yapışib olib, shu Ortiq akaning yo'lida qo'shiqlar aytmoqqa qaradi. Bu qo'shiq aytganda Ortiq akami bu Adamboymi paqlash qiyin edi. Bir kuni bizlar buni Navoiy viloyatına to'y olib ketdik. To'yda qo'shiq aytib turibdi. Yangi meni chaqirib oldidan, "Ey og'ayni, bera keling" dedi, desam, "Bu do'stingizga ayting, o'zining qo'shiqini aytsin, bu Ortiq akaning fonogrammasini qo'yib turibman bu" dedi. "Yo'q, bunda hunning na yo'q. Ana o'zi aytib turibdi, mikrofonni bu yana olib qo'yamiz." Ayirib bilmadi, yanqilar hayron qoldi buni qo'shiqini eshitib. "Shunchalar o'xshash bo'ladimi?" dedi. "Parda qo'yib qo'ysangiz Ortiq aka aytib turibdi da, o'ylar degansiz buni" dedi. Navoiyda shunni o'tirib, "Mana shunning bahona berdi şu xalq şu vaqtda." Hayron qoldi. Haqiqatdan ham ajratish qiyin edi. Nechun buning shu ustaga Ortiq akaga shu ruju qo'ygani. Ortiq aka Qazarasipga to'yga keladigan paytlarida biladi edi bu. Bunga xizmat chiqsa to'y olmaydi edi bu. Haqiqatdan ham ustozning tarbiyasini olgan. Ortiq akaning izdoshi bo'lgan. Ilmidan, adabindan, qo'shiqindan shunday. Odamgarchilik ham shundan o'rgangan.
Şu insan ne olsa şunun hakikatte köpesi. Devreye girip barıp otursa ayrı vakti gelpeyende kana indi bir aşı yiyip durup bir xoraz palavdan yiyip keyin bir qo'shiq aytsak ana unda yaxshi bo'ladi deb beradi. Bu ortga kelgan so'zlaridan bu o'xshatchaq olib ana shuni ishora qiladi dedi. Bir kuni ortgacha Hazarasda to'y o'tiradigan bo'ldi. Üzerimize dereknede şu adam var yanında gelip oturttu bir yer durdu. Toydan çıktıktan adam bakına vardık. Şurada uyda bir piyala çay içip yetersiz usta bir pati arıp dedi. Yakşı dedim. İkram Hoca diyen var Hazaras'ta İkram Hoca barıp şurada oturup bir patiyani verdi, duanı verdi. Şimdi bir cüp koşkan bolsun artık eke dedik. Şunda ibiyeyi dedi. Koşku isteseniz geldim dedi. Hava usta dese ibiyeyi diyen koşkayı tamak oynasıla bir dedi. Boldu dedik. Şunu durdu ikisi yanında oturttu. Adam boyam zor buldu. Gel şair dedi. Bir yerlikte küylümüz bunu dedi. Yine şunun insan adı bu. Yaklaşkanda uymak kabi ağzıdan bal tamçılar. Yaklaşkanda uymak kabi ağzıdan bal tamçılar. Dört fasılını yaz eyleyen yazını körüğü biyey. Dört fasılını yaz eyleyen yazını körüğü biyey. İbi nazını körüğü biyey. İbi nazını körüğü biyey. Qadrli muxlislar, siz u bizning hayratimizni orttirgan narsa Odamboy Qutlumurodovning chiroyli xonishi. Haqiqatda ham Ortiq Otajonov ustozni hayolimizga keltirib kuylaydi. Imtihon et, yoniveringga to'lsa do'st, shoshma uncha besabab ulgursa do'st deydi. Bu Odamboy akamni do'stlari ko'pligidan juda ham xursand bo'ldik. Sinfdoshlarni fikrlarida qanday mavzular kechadi, hozir o'zlaridan eshitamiz. Haqiqatan ham do'stimiz bilan yoshlikdan birga o'sganmiz. Shu 1-klassdan rubob olib borib, shu yerda butun ashula aytib, birgachilikda shu katta bo'lganmiz do'stimiz bilan. Odamboy bilan Qutlumurodov bilan yoshlikdan birga o'sdik. Yoshlikdan bir tirishqoq bo'ladi. Bana doirachi olsana dedim bir günü. Doira çaldınızmı? Doira çalaman ağı. İkimiz çalamız. Yoshlikda yani bir kelleli ribop var ağı. Qashqa. Qashqa ribop bilan ben doira çalaman. Bir komşumuz gayret bu barıp çaladı. Bizleri ayırmaydı yanımdan. Şunun öğrenişkenimiz Shunda ashulalardan bilan. Odamboy Qutlumurodov bilan bizlar ham onda-sonda uchrashib turar edik. Lekin bunchalik ko'nikmaga ega bo'lmaganmiz. Chunki Hazorasi Xorazm viloyati markaziga Urganch shahriga anchagina uzoq. Bu yilda endi o'zgacha an'analar, qadriyatlar shakllanib qolgan. Ijodkor bilan ijodkorning munosabati do'st o'rtasidagi munosabatdan farqliroq bo'ladi. Ijodkor juda ko'p sinchkovlik qiladi. Ijodkorni ko'p tarafdan sinaydi va hayotda bir-birini albatta qo'llab yuradi, ham bir-biridan ko'p narsa o'rganadi. Maqsudjon akam Shermatov qatnashyapti, o'zlari o'qishlar bilan ko'p davralarda bo'lgan. Odamboy bilan men nafaqat to'y hashamlarda tanishuvimiz, birgalikdagi ish olib borishimiz 1989-yildan Hazaras tuman ijroiya komitetining arxitektura bo'limida birga ish boshlaganimizdan boshlangan. Bu yerda mana Toyiram bor, Yaqub akam bor, yaxshi bilishadi. Ana shu bo'limda birga tanishganmiz birinchi bor. Keyinchalik mana to'y hashamlarda birga xizmat qilganmiz. Odamboy bilan biz ikkimiz uchrashgan paytimizda albatta uning ham yuzida bir kulgi, mening ham yuzimda bir kulgi paydo bo'lardi. Chunki ikkimiz ham ijoda qiziqadigan bo'lganligimiz sabablimi ertalab ishga borsak ham qani Odamboy bir to'rtlik ayting, kayfiyat bilan boshlaymiz ishi deb xirgoyi qildirar edim. Men bir qiziqli voqealarni aytib berar edim. Oldin to'ylarda bir davra, ikki davra, uch davra bo'lib ketar edi. Men birinchi davrada suxandonlik qilsam, ikkinchi davrada menlik ish bo'lmaganligi sababli Odamboy men qaytaman esa, men ketaman desam, bo'ldi ertaga idorada gaplashaveramiz dedi. Chunki meni xizmat haqqimni idorada beradi dedi. Ana shunday kunlardan bir kunisi birinchi davrani so'rib, ikkinchi davrada choy ichib o'tirgan ekan. Odamboyga aytdim, men ketaveraman esa, ertaga berasizmi desam, yo'q dedi. Ana bu da futlar turibdi dedi. Futlari ochdan dedi. Bir qism ur dedi, ikkiga o'tma dedi. Futlardagi pula dedi. Aytdim, minnat odamman rostdanmi? O't dedi, qo'ling ham tutunman dedi. Bir marta ur lekin dedi, changalingni dedi.
Bardım futları açtım, dolayıp duruptu. Parmaklarım avtomatik 1 santimetre ösüp gittim ya. Şurga aktı ya, birinin ikini kaldı öde. Ki zaman vurdum. Adam bana Fatih'ini ben getemem desem. Fatih'ini veremeden gitmeyin dur, gepleşip alandan geple badiydi. Rahmetli adam bana şu nerseni ta ömrünün ahırına aytı bürüdü. Hazırlaşıp gülüp toylara varsak futları alıp koyunla maksimum ötüp yanına taşmasın diye dedi. Yine bir vakıya rahmetli Özbekistan Türkmenistan halk artisti Artık Atacanov adam bana yanlarda yardımcı Hafız Spet'te ben Suhan'dan toyunu soğup ahırında şimdi meymehanaya girdik artık aitti diktir balam bir yere gelin ikimiz çay içemiz dedi. Silah dedi futlerdeki hizmet hakkılarınızı da taklanla dedi. Usta tayar oldu dediler, usta varıp dur, bunlara pul bereden oldu. Şimdi daireci, akardiyoncu, oyuncu, diktir, hemmemiz oturupmuz. Hemmeye bir hatar artık pulunu taşıp çıktı. Yine ikilenciye öttü, üçlenciye öttü. Ahırında birisi tak kaldı. Artık şunun götürdüğünden kime versem eken bunu? Daireciye versem mi, akardiyoncuya versem mi, kime versem eken deyip duruyordu. Adam bu birmelerden ortadan çıktığından. Artık dedi bir giyip kostüm bürükünüz dedi ana Türkiye şurası dedi. İbrahim Tatlıses'in dedi kostüm bürüküne okşi deken dedi. Benden daireci Muhammed çıktı. Yok adam bana dedi. Yalgan geplemeyin dedi. Artık hamki 12'ne okşamaydı dedi. 12 artık hamkine okşi dedim. Mesela Muhammed dedim. Muhammed'e verdiler. Şunun bir kızıklı vakıyalar bolgan. Hemmeden oldun adam boyağanını, aşullasını, san'atini ilg'agan kishi bu og'aynisi bo'ladi. Ataxon aka qanday xotira kelyapti? Kichkina vaqtimdan o'zi bir yangi taxtadan sim tortib, ribob yasab qo'shiq aytadi. Yosh vaqtimdan. Ana keyin asosan shu san'at yo'lini o'zini boshlab shu maktabda o'qib yurgan davrlarda ham qo'shiqlar aytib, keyin institutga girdi. Toshkentda biza oiladan 5 odam o'qidik bir vaqt o'zida. O'zi 10miz, 5 o'g'il, 5 qiz. 5imiz o'qidik. Endi 5 odamni hammamiz kvartirada turamiz. Akam o'zi mexanik bo'lib ishlaydi, 100 so'mmi, 120 so'm oylik oladi kolxozda. Apam ishlamaydi, bola yani tarbiyasida uyda. To'ylara chiqishni boshladi bu shu vaqtda. Shu vaqtda pedinstitut yanında atarchilar chayxonasi bo'ladi dedi. Shu yerda cho'lida odam bo'ladi dedi Surxondaryodan. O'zi Bag'atdan Jumo aka deganni ular o'tib ketganda 50 yil burungi gap aytib o'tiribman. Shu yerga artist kerak odamlar ham bor edi to'y so'diradi. Artık Atacanov bir adam o'zi respublikada. Respublikada minglagan odam ona to'y so'dirajak. Niyat etgan bolasini sunnat to'yisini o'ylantiradigan to'yini yoshlikdan. Lekin murojaat qiladi o'sha kuni zaniyat u. O'zi shu yerga keladilar, yanki cho'ldalar darayon magnitofonda vesna magnitofon kasetani qo'yadidan odam boy aytiradi qo'shiqini. Yine qortiq deydi. O'sha deb cheki to'ylara boradi shu vaqtda men ham yanında yurdim. Ko'rsaturlar jilvana birlan bizlarga gulzarlar. Nos pirovlar suman barlar chaman ruxsollar. İşkinin katliyat güçü bir ahım dil ağzına olur. Can bulup bir bezmara sübet yeterler yavrular. Can bulup bir bezmara sübet yeterler yavrular. Yanlık könlümü yüz naz ile kan ettiler. Şu oklar birden adlar, rakası kuşraptan ağırlar. Buzdular dinim uyunu kıldılar havlım karanlığı. Ancümen pirav karivaş sözleri bimallar. Ancümen pirav karivaş sözleri bimallar.
Cilve aylanıp ancümen sahnini gülşen ettiler. Cilve aylanıp ancümen sahnini gülşen ettiler. Gülce birler bunçe ağızlar şeker güpte orlanır. Akşın işgalini havlini bilmişler ay halana. Cebrini ayinida bu közleri hummalar. Cebrini ayinida bu közleri hummalar. Tilbe bulmayın eyleyin iş gücünün vadisine al. Tilbe bulmayın eyleyin iş gücünün vadisine al. Könlüm aldı bir sürük ahu kebi eyyene orlanır. Rengim kıl yavrana ki afana olma çok müşkül yürür. Mende vardır bir könül bir neçe dil ağzarlar. Bir neçe dil ağzarlar. Bul acab güller niye cebriden kutulmazsan emir. Aldılar yüz naz ile könlüm niye bu dilden ağlar. Aldılar yüz naz ile könlüm bu dilden ağlar. Oila bu hamma jihatdan insonni kamolga yetkazadigan maskan. Oilada hamma narsa shakllanadi, inson yuksaklikka intiladi, tetopoya bo'ladi. Mana bu yerda bir satr o'qib o'taman hozir. Oltin derlar dono so'zni, gulga qiyos qilib yuzni, 40 bo'lib bitta mayizni birga baham ko'rganlar bor deydi. Bu O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov qo'shig'i. Buni Odamboy akam o'zlariga ilk ashula qilib aytgan paytlari yozgan qo'lyozmasi. Mening yonimda o'g'illari Firuzjon o'tiribdi. Odamboy akamning mana zamondoshlariga shogird bo'lgan. Bizlarga ko'p ta'sir qiladigani ata shu Ortiq aka Otajonov bilan qanaqa qilib tanishgansiz? Donishingiz nishk bo'lgan deb so'raganimizdan Eng yoqimli, eng qiziqarli savolda. Shunda atam o'tirib bizlarga aytib beradi dedi. Balam, biza yosh vaqtimizda maktabda o'qigan vaqtimiz stalbalarda bir kolonka bo'ladi dedi, ready bo'ladi dedi. Shunda Ortiq Otajonov kuynoq to'xtab qoladi dedim men dedi atam. Balkim shuning nesimi dedi,
kızık gitkenmen deydi atam. Student vaktlarında toylara çıkadı eken atam. Ha. Artık ekeni görmeyenler özlerini. Toylara çıkıp toylarda koşuk kılıp yürüyen peytlerinde artık eki Atacanıp'ın şu Emetcan diyen akardiyonçuları var idi. Bir toyya bar kaladı atam, şurada koşuk küylep duradılar. Şunda o peytte usultirçiler lentege zapis kıladı eken de eko beriş için. Şu toyunu zapis kılıp alıyor. Emetcan eke usultirçi gitke şu nimeni menge beresen. Lentani menge beresen dep lentani alıp artık ekeni üyüge barıp artık ekeni bunu eşitlik görün kayırda kılgan bu koşukunu dep. Artık eki eşitlik oturup kayırda aytkan eken ben de oturup keyin tordan bilgenden, tor çalıştan. Tor çalıştan bu men tor çalışım emas bu diye. Bu bala kim bu? Esa bu işi bala Xorazmdan, Qazariston eken. Kelmayana dep Emetcan eken atamı ap bargan eken artık eki yana. Şu sebep bilen usta şagird olup danışıp ketganlar. Mana birinchi uchrashuv Ahmadjon aka Bekjonov ham sababchi bo'lgan ekanlar. Şu San'atga qiziqish, san'atkorlik rahmatli bize eke apa deyemiz indi. Enemiz atamızı ekem apamda bolgan. Şula qiziqqan birinchi. Birinchi ustozing men dedi apam bechora. Birinchi Qashqar rubobi men hep berganman. Men seni ustozing dedi. Şu apam bechora birinchi Qashqar rubob hep berip san'atga qiziqtirib bergan. Ekem bechoram şiirle yazganlar, özleri qiziqqan şuna. İşte apam vafatından keyin hem şiirle yazganlar. San'atga qiziqish şu oilaviy qonimizda bo'lganda bizering. Şu adam bağam şunu ro'yapa chiqarib bine ataxonamam aytganlar qo'shiq birga yurib yanlarında. Ukam doira chirtar edilar. Bular oilaviy san'atkor edilar. Bize qizlar hattoki jo'ravaz bo'lib ham qo'shiqlarimda ishtirok etganmiz. Yosh vaqtlarimizda yani ayolların ovozi beriladigan qo'shiqlarda bize apam ikkimiz qo'shiqlarim aytib birgalikda jo'ravaz bo'lganmiz. Hamrog'am bor, kattag'am, ataxonam bor. Bulara adını aytib ag'a deymiz. Adam boyami hech qachon adını aytgan emasmiz, ag'a deymiz. Fakat ağa deyemiz de. Qayerda şunun artık Atacanıp qo'shiqlarini, qayerda adam boyami qo'shiqlarini eshitsek, bir ko'nglimiz dolib ketamiz. Eng yaxshi ko'radim şu artık Atacanıp ömür öter, vaqt öter qo'shiqlarini aytganlarini dim yaxshi ko'rar edim. Ağam fakat canlı icra etganlar toylarda. Men hoziram şu toylarda o'tiraman. Men şu qo'shiqlar aytiladi hozirgi toylarda, lekin men u meromi his qilmayman. Ömürning yani sudi akıp ötüşü qo'shiq diyeceğim bo'lgan. Ömür öter, vaqt öter. Xonlar öter, taxt öter. Ömür öter, vaqt öter. Xonlar öter, taxt öter. Ahmet öter, vaqt öter. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan o'sha kulishlaring, o'sha turishlaring, o'sha kulishlaring. Ömür yol ayrılış köp, uçraşış ayrılış köp, unutuş aytılış köp. Lekin hiç kaçan çıkmaz yodimdan o'sha kulishlering, o'sha kulishlering, hovlim so'rashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan o'sha kulishlaring, o'sha kulishlering, hovlim so'rashlaring. Men Oşar mahallesine gelin bolganman. Oşar qishlog'ina, 5 ta qishlog'indan. Bizlerin Oşar qishlog'ina dim köp toylara bargan ağam.
Şu toylarda men 26 mektepte okutuvchi bo'lib ishlaganman. Toylara barsak toyxonalarda albatta meni tapa dedilar. Uyime bara dediler, tapa dedilerden men 26 mektepte işleydiğen singlim Ümide üçün aytaman koşuk. Şunun kelliktiği üçün aytaman dep turnalar koşuklarını ayta dediler. Bütün kelliktiğim, bütün cemaam çıkıp oynap şöyle rahmetli aytıp gitediler. Köpçilik adamları kalbinde kalgalı, köpçilik adamların yine hatırasında borla. Bize söynemiz şunca adamın kalbinde hatırasında yaşap durup tekelle demek trikle. Ben şu Ortiq aka Atajonov shogirdi, Adamboy Qutlumuratov qiz ekanligimdan faxrlanaman, qiz ekanligimdan, shuni farzand ekanligimdan faxrlanaman. Shu ko'cha-kuydan ham Ortiq akani ashulasi qo'yilib tursa eshitib qolsam, o'zim ichimda bir yomon bir g'alati bo'lib ketaman, yig'lasim kelib ketadi. Shu ikkisini ovozini haligacha ajratib bilmayman otam bilan Ortiq akani. Shu yoshlik paytimdan otam uyda to'yga tayyorgarlik ko'rib, qo'shiqlar aytib o'tirar edilar, tor chalib. Yalanına gelip oturar edim ne atamı. Ata niçin bunchalar ovoziz? Ortiq otamga o'xshaydi. Ya o'zingiz o'xshatib aytasizmi? Ya o'zingiz taqlid etasizmi? Ajratib bo'lmaydi-ku ovozingizni desam, atam bir astakkina sekin gaplashib boradi. Qizim, hamma narsa ixlosga bog'liq. Men shu darajada ixlos qilganman, yuragimdan ixlos qilganman. Ortiq aka Atajonova şu darajada ixlos etganimdan ovozim shuningga o'xshaydi der edilar. Oilada bir yetishmovchilik paytlari bo'ladi, to'y kam keladigan vaqtlari bo'lar edi. Chunki atam yaxshi niyatli inson edilar. Har duolarında qo'lin duo ochganda ilohim to'ylar bo'lsin deb aytar edilar. Ortiq aka Atajonov 60 yillik yubiley bo'ldi. Shunga meni onam rahmatli bilan atam bardilar. Mehmon bo'lib bardilar. Onamni hech kim tanimaydi. Bu yerda endi koza-kozalar ayollar o'tiribdi. Shularning davrasida içinde onam ham o'tiribdilar. Otamga navbat beriladi. O'sha paytda otam qo'shiq aytib turgan paytida otamni gapi bo'ladi shu davrada. Yo bu erkak qanaqa bu Ortiq aka Atajonovning kasetasini qo'yib olganmi? Uyalmaydimi shuni aytib qo'shiq aytishga? O'xshamaydi-ku deb otamning ustidan gapirganlarda, onam kulib aytib o'tirdilar uyga kelib, o'sha vaqtda indamagan onam. Jimgina eshitib kelganlar-da uyga. Keyin kulib qizim, shunaqa gap bo'ldi shu davrada. Otangga aytganiga ishonishmadi deb kulib aytib o'tirardi oyim. Keyin men jahlim chiqib, buni nima uchun deb aytadi u ayollar. Otam o'zi aytgan-ku deb men xafa bo'lib o'tirar edim. Bizlar otam shunning yolg'on gaplamasligi, bir yaxshi tarbiya berganlaridan men sevunaman. Aka-ukalarim bilan ham, ammalarim hammasidan faxrlanaman. Shunning tarbiyali, ziyoli insonlarning avlodidan ekanligimdan faxrlanaman. Her neçesi kirener ki baştan ayağına Hafız avch partada kuylayotgan chog' misoli taxta o'tirgan podshoh poyingda tiz cho'kmakka tayyor. Agar sen oq chekkanda cheka olsang deb yozadi shoir. Aynan bugun esga olayotgan Hofiz Hazorasbek Adamboy Qutlumuratov bilan ijodiy hamkor, juda ko'p xalq xizmatlarida bo'lgan navozandalar davrasini shakllantirdik. Deyarli hammasi xalqimizning xizmatida hali ham ana shu ijodiyot bilan qaynab kelyaptilar. Ustoz bilan 85-yilda studentlik davrimizda Toshkentda uchrashib qolamiz. To'ylar bo'lib turgan vaqtda shunda bir to'yda sen neydansan? Qazariston, o'zlarimizdan ekansan deb meni sastaba qo'shib, ko'p to'ylarni Toshkentda sovdik, keyin Xorazmga kelib, Xorazm televideniyasidan 2 marta Gulchehralar degan teleperdash bo'lardi. Ko'rsatuv. Shunda bir marta chiqqanmiz ustoz bilan. Undan keyin Xazaras paxtada bo'lganda undan bir televideniyada chiqishlar bo'lgan. Men ustozni xotirlaymiz. So'z ham usta, bir kam gap inson edilar. Shogirdlarga tanbih bergan paytda ham birinchi giyinish madaniyati, so'zlashish madaniyati. Odam ham o'zicha bir
başkaça dünyada yaşap etken insan. Bize giyinişi, böyle böyle oturup duruşu şu ustazda öğrengenimiz. Ustazın bir gepi adıma düşedi. Şu tereske kılıp ürpmüş şu vaxtları 89-90 yıllarda. Azatcan ne desem bunu, üyün nesini buz duruttu bu tereske. Şunu kılma dediler. Yok bize indi şu vaxtı mecbur başladık. Beri bu buzasan bir gün dediler. Aytkarlarını buzuldudan keyin. Bir nersen bilgenlerden şu indi özleri mutakassis Qanday ko'rgan u? Üyün fasadını buzup turuptu dediler. Ustaz indi toylara bakan vaxtı Muhammed Ali'nin yaşlığından ben küzet ededim. Bize toylara barsak chetde gelip karap dura dedi. Yaş bala edi. Kızıkışı var edi. Hafız buluş niyeti şu vaxtı bilingen edi bunda da yaşlığından. Bir de Ferhatça oturuptu. Adam baykem yanında birinci ile akordiyonda hizmet kıldı. Bazı eşirlama aytadı. Şu ustazın eşirlalarından bir cip iştemiz. Usta bilen köp bir 7-8 yıl akordeon çalıp yürüdüm yanında. Şu payta, yaş paytamiz hava sazandalik kılıp. Usta bilen şu bir hazilkeş edi usta. Şu toya barıp otursak ham şu hazil günüyleden tapıp otura dedik da o şara bir cenget ediyden bir kuşlağa toya bardık. Hava dım soğuk. Bu vakti toyxana yok. Bağda bolup turuptu toy atsızda. 4-5 yaşlardan yağlaganda joq boladı. Kollarım akordionda yürüymin karadı. Ulan zordan çalıp turuptu toy. Emele bir çıkıp soğuduk toyu. 2 saat mi 2,5 saat toy oldu şundan. Akordiyonu elime astım. Ustanın izinde gidip batıma. Usta aytdı kaytıp soğukta toyalım man dedi. Ustama aytdım siz men şu toyalım eden soğukta. İyi. Ferhatcan dedi, Antara teyzeden toy gesep alaman dedi. Toyu kaytarımman dedi. Ve usta bile hazırlaşıp gününgdeşip yürü dedik de. Usta 2-3 eşulaları ürgettiler bana özün eşulalarından. Yakşı bilen bolsan hemrah, işin zavkı sapa bolur. Yiğitlikte kılsan toba, her derdine dava bolur. Şu koşulardan ham ürget koydular. Yeter indi canım ey dımam, erkeliği verme, dımam, erkeliği verme deyen koşular var edi ustanın. Nəsihət koşularından birge, ustaz bilen birge işlep çıkargamız muzikelerini. Yaxşı bilen bolsan hemrah, işin zavkı sapa bolur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yaxşı bilen bolsan hemrah, işin zavkı sapa bolur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yiğitlikte kılsan tubana, her derdine dava bulur. Yaman koşunu çapar kayta, yıkılsan da teper kayta. Yaman koşunu çapar kayta, yıkılsan da teper kayta. Seni aybini tapar kayta, başına bir bela bulur. Seni aybini tapar kayta, başına bir bela bulur. Körün kudretli nişanlı, ağzıda söz boşu atkanlı. Körün kudretli nişanlı, ağzıda söz boşu atkanlı. Ahiret vakti nişanlı, bir akıl ket huda bulur. Ahiret vakti nişanlı, bir akıl ket huda bulur.
Fırağı sözler dilinden Köngül üzmez bu köngülden Kıyas kılın kız gelinden Gün günden bir haya bulur Kıyas kılın kız gelinden Gün günden bir haya bulur Gün günden bir haya olur Hayotda kim qanday kasbda mehnat qilishidan qat'iy nazar ustoz shogirdlik degan an'ana bilan yashasa, albatta ustozidagi ko'p narsalar shogirdiga ham o'tib ketaveradi. Ortiq akadan ko'p narsani o'rgangan va qolaversa Odamboy og'am bilan ham mana shu Ortiq og'a bilan bo'lgan munosabatlar davom qilganligini ana shu yerdagi akalarimizning, og'alarimizning fikrlaridan anglasa bo'ladi. Ortiq aka Otajonovga sozandalik qilgan zamondoshimiz Muhammad Matyaqubov bugungi kunda mana hamma Sheroziy deb hurmat qiladilar. Muhammadjonning xotiralari albatta bu Odamboy akam bilan bog'liq jihatlari ko'p. Chunki Odamboy akam yonida ham doira chalishga bir muyassar bo'lgan sozandalardan birisi. Bu inson bir juda bir kamtarin, olijanob inson edi. Men birinchi tanishgan bo'lsam mana Sadlagam 86-yilda o'zimizni shu Bag'at tumanidagi Narimonovdagi Qaldirg'ach ansamblida hozir bir do'stimiz bor, Hazarasdan keladi. Sanam olib boraman deb 06 Jugulisi bor edi, ikkisini ham bir xil svetda. Qarasam, yaxshi odam, chalishi Ortiq akama tortib turibdi, endi yoqadi-ku bizlarga. Shuni bilan tanishganmiz biz. Men birinchi Odamboy akaman nog'ora chaqamman. Odamboy akam bir jihati bor edi. Bir shularni ishlaymiz desak, Ortiq akam bir narsa chiqargan bo'lsa, shuni 3-4 yillab yotadi dedik. Ukalari, uyindagilar ko'pchiligi biladimi, Feruzbeklar kichkina yigit edi. Endi esda qoladigan xotiralarni aytadigan bo'lsak, aytdim Ortiq aka bir shogirdingiz bor-ku, ikkinchi shularchi kerakmidi aytdim. Shu Odamboy akam olib boramiz. Yaxshi o'zing bilasan dedi. Urgancha bordik. Xuddi shu do'ppidan ikkimiz ham kiydik-da. Xizmat bo'lib turibdi. Ortiq akam hamma pokoleniya o'rtoqlari, do'stlari kelib o'tib ketib turibdi-da. Uni Odamboy Qutlumurod deb turgan odam yo'q. Biza o'tirgan ekan, Ortiqni o'zi aytib turibdi, deb turibdi do'stlari. Hozircha esimda shunday qarab turgan Arslon akalar. O'zi-ku bu da. To'g'risi shu men hamma joyda aytaman, ko'p yerda aytaman. Odamboy akamning gol svyazkasi bir xil edi Ortiq akam bilan. U Ortiq Otajonov bo'laman deb o'zini majburlamaydi dedi. O'zi ovozi svyazka shunaqa edi. Aytdim endi Odamboy dedim. Endi ustadan patiyaladigan yeringizga keldim aytdim. Aytadi, botinib ayta olmayman dedi, o'zim aytaman dedim. Hozircha esimda shu Qozoq bozoriga borib bir gilam Ortiq Otajonov uchun zo'r kostyum, Ahmad akam men bizaralik 3 tugmali Xorazmda endi shu paytda moda bo'lgan ko'ylaklar shu qo'shnilarni chaqirib xalqning o'rtasida duo fatihalar qilingan shu yerda zo'r ijrolar bo'ldi. O'zi ham zo'r aytdi. Ahmad akam ham akordionchi shu yerda kim yonida chalib turganim haligacha tushunmay turibman dedi. Demak, Ortiq akam farqi yo'q-da. Ortiq akam aytib bo'ldi, endi Odamboy akam ham aytish kerak bo'ldi-da. O'zini uyi Odamboy akam endi duo fatiha qilish kerak, hamma o'tiribdi. Men aytdim, qarang ekan desam, ikkisi bir xil ekan, kim yonida chalib turganini bilmay qoldim men dedi. Suratda o'tirgan odamlar bir paytlari o'z davrida zabardast hofizlar bo'lib o'tganlar, kimlar uylarida xizmatlar qilingan, yaxshi xotiralar bor, eslashiladigan holatlar bor deganning. Mana masalan, mana shu surat ham mana rahmatli Odamboy akam bilan Ortiq akamni yurakdan yaxshi ko'rib tushgan suratlari. Odamboy og'a Qutlumurodov milliy musiqa san'atimizda ozgina bo'lsa ham, lekin juda samarali, fayzli ijodiyot olib borgan. Ortiq akaga mehr bergandan keyin bular o'rtasidagi ustoz shogirdlikning bir chiroyli tuyg'ulari paydo bo'lganki, bu Bog'ot va Hazoras zaminidagi ijodkorlarni ham bir-biriga bog'lagan. Mana hozirgi davramizning o'zi ham shu Hazorasi bu va Bog'ot elining ijodkorlari bir-biriga yaqinligini, ana shu ustozlarning soyasida bular ham bir-biriga mehr qo'yganligini anglab turibmiz. Usmonjon Oliyov sozandalik qilganlar, yonida ham Ortiq akamga, ham Odamboy og'amga shogird bo'lgan Umidjon aka Matkarimov o'tiribdilar. Ularning fikrlaridan hozir bahramand bo'lamiz. Shu rahmat Ortiq akamizdan ham oddiy bir masalan maqom san'atidan ham xabarlari, ilmlari kuchli bo'lgan.
Masalan, kelsin, bu meşrep gazara bilan aytılgan, bunun ham o'zine yarasha götərim çıkarımı bu. Her bir narsani o'zine yarasha usuli bor, daromadi bor uni, zeboparisi bor, mushkuloti bor uni. Lekin shuni shu avjda turib, bu odamı bu sözü çeynemi yetirib berishni o'zi bir san'at. Ko'plari masalan torchalib o'rtada pauza masalan ko'p qaytariladi. Ba'zi bir yerlarda torlar, musiqalar, sozandalar bir chalinadi. Artık hakemi yolunda bu taram me'yorda chalingan, qaytarilmagan. Boshqasi ham so'zlari. Endi odam hakeme geradan bo'lsak ham, odam hakeme shu artık hakemi shu avjlari, boshi tamom bo'lishi, qaytishlari hammasi shu bu kelsin o'zi sep suvara musiqidir bilan aytilganda 6-8 ritim bilan yozilgan narsa bu. Görmeyen darma adam olsa artık hakem dese adam bakama turgan adam artık hakem deb ketaversem bo'ladi shu vaqtda. Demek evvelenbar şu ustaza meyir berishni o'zi bir san'at. Ustani tapıp usta deb aytishni o'zi bir san'at. İsmailcan şu kesin sept suarası hakkında geplediler. Şu barıp aytın ay azizim Közlerimge tutuya kilsin meni bir destufağını Körgeli ul padşah kilsin Salıp boyni zülfi enberin Müşki ihtaf kilsin Meni külbemni revşen Kılgali ul furziya kilsin Ümidim bağrancürlerin izlebey her sabah kelsin. Adam bayağımın senetini köp ben özüm küzetken ben ençegene yaş koşukları bu arada biz yaratkan. Beni sever yarım gelsin. Levdindeki bağlım gelsin. Şundan bu koşku bu arada. Yanlışmasam yengil bezminde aytkan ediler şu koşku. Sözlerim yaxşı, tesirli sözlü eşledi. Özümni kövleyen Kağlarga bar baş Nana buldu Başımdan kana veyranlık Düşüp hakkımay tuta buldu Meni bir desti bağını Körgeli nazik eda kelsin Bu qo'shiqlarni endi mana bu to'y tantanalardan ovozli jihatlarni topish kerak. Albatta. Hali ham targ'ibotni davom qildirsa bo'ladi. Shunday emasmi? Şu koşukları gerek olsa kayta işlesek, şu koşukları ya aranjovka qilib, boshqa qilib işlesek, hozirgi zamon talabına javob berib turadi shu. Gerek olsa hit eşla bo'lib ketishi mumkin shular. Odamboyam ijrosida maqomlardan tinglaganmisiz? Maqomlar ham joyli-joyina qo'yib aytiradilar. Sözlerine e'tibor bersangiz ham Ismoil aytgandek bu so'zda cheynalish yo'q. Inshina Odamboy akam, Ortiq aka bularning ashulasini magnitofonda eshitib, to'g'ri o'rganish mumkin. Chunki har bir so'zini tushunasiz. Uni o'zidan so'rab, tekstni qarab o'tirishingiz shart emas. Ortiq akam shu ishlagan narsanda bir sapsuvara yo'lida ishlagan bu kelsonni hech yerinde naqarat. Mesela makamda halagan lirikeden bu. Ben de naqarat diye narsa bu. Mesela gerek yerinde qaytardım. Kelisinde yok bu narsa. Lakin demek kelisini aytish uchun buni yoddan cheynalmini aytish ko'p qiyin gap. Endi Odamboy ham shuni aytgan. Ustoz shogirdlikning bir eng chiroyli betakror joylari ana shuda. Hozir musallatdan bo'lsak, bizani Xorazm maqomlarini bir boshqacha qachirim aytib qo'ysam, odamlara yoqmaydi. Uchun yod bo'lib ketgan bola. Kelsin bu xalqning ichine shunning girgan bir yerinde lishni narsa ishlatib bo'lmaydi buni. Shuning uchun buni yoddan bu g'azonni yoddan bilish shart. Aniq so'zlari ravon chiqishi uchun. Hazoratlik xonanda Odamboy Qutmurodovni eslash asnosida mana ustoz san'atkor Ortiq Otajonovni ham yodga olayapmiz. Ustoz shogirdlikning ijodiy qirralari mana ular o'tib ketgandan keyin ham davom qilyapti. Har ikkala san'atkorga mehr qo'ygan bugun ijodkorlar, navozandalar Muhammadali ukamiz va Baxtiyor Hofiz og'amiz qatnashyapti. Endi bir ustoza ko'ngil bergan shogird bo'lsa shunchalik bo'ladi. Haqiqatdan ustozimizni
Adamboy akamizni esidan bo'lsak, qadrlidan bo'lsak, bir necha yillar Ortiq akani shogirdi bo'lib, xalqqa iladan oldilar. Qolaversa bizlar ham shu ustozni borib, o'gitlarini olib kerak bo'lsa, yollarında ham nafas bo'lib yurganmiz bir paytlarda. Adamboy akam bir chiroyli, bir yaxshi inson edi. Bir hazilkash. Hali so'nggi paytlarında bu aytib, Firuzbek amina tayyorladim, shogird, mana Xudo xolasa to'yib kelaverasan yaningda. Deb shuningda yine Firuzbek am yonlarimizda olib berdik. Ta'kidlagan ekanlar. Shunda aytadilar-da, shogird, bu shlagbaumni ko'taraver, bizlar ham bir ikki to'y o'taversin indi. Adam to'ylari bitib o'zing olib bo'lding-ku, biz ham uyda yotaverib hali. O'zim aytdim, yaxshi ustoz, bizlar ham endi shogirdingizmiz. Ava bir netaverali deb ish qilib bir kuni dim ne oldu? Endi dedi shlagbaumga dedi o'tmamasan bo'lmaydi sen endi. Sen diklemedin inşallah. O'zim men ham aytdim ustozillashib, usta dedim beni shlagbaumim demirden dedim. Şimdi bir hazırkash ajoyib inson edi. Yine Ortiq akani xuddi o'zida yine hammamiz eslab o'tiribmiz. Ortiq aka ustozimizning ham o'zining maktabi bor, yaratib ketgan. Yine shularni yine bizlar ham hozircha davom qildirib yotiribmiz. Hozir qaysi to'ya bormalı, qaysi tadbirga bormalı, bazma bormalı. Shu Ortiq akaning ustozimizning qo'shiqlari to'ylarda, davralarda yangrab turadi hamisha. O'zimiz ham yine şu qo'shiqlar Ortiq akaning qo'shiqlari bilan boshlab Kamzat atamdan boshlasak, izini Ortiq aka o'ylaymiz, undan sonra Rahmatjon Qurbonov ustozni o'ylaymiz, ish qilib ustozlari şu hurmat yuzasidan hamisha Xudoyim ham hurmat etib yurganmiz. Hech qachon e'tiborimiz yo'q qolmagan ustozlar bo'lgan. Ustozdan kuylaganda nima hayoldan kechadi o'zi? Ortiq akani o'zi bo'ladi deb o'tiribmiz-ku. Adamboy akamiz ustozimiz. Shu qachon devreye çıkmasdan burun ben şöylelerini bilemem de. Şu tuğla tarını alıp halk eldine çıkmasdan burun. Teyland dura dedi. Ne tuttan? Şu halk eldine çıkıp uyalı kalmayın. Dep avazlarını çarklap, taklap uzun çıkıp koşkunu başladı. Öyle tutura dedi. Hiç kalmıyor. Men tuğlu gene köhne vaka şuretine oğlan biler. Köp zaman din köp şuara unge eşar bittiler. Danğını men hem cahanga kuylaban etkim kelenler. Havrazın farzandiman men, Havrazın farzandiman. Deb ish qo'shiqlarni bu novalar juda ham bir betakror ijodiy merosimizning gultoji bo'lib qolgan bular. Xorazmliklar eshitsa doimo faxrlanib eshitadilar. Köhne urgash toshlari sayraylagan bog'im mening. Yastanib yotgan qadim sulton va istog'im mening. Ushbu bog'u ushbu toqqa ko'mdilar oxim mening. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Ushbu bog'u ushbu toqqa ko'mdilar oxim mening. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Şu 3 yıl davamında yollarında yürüdüm. Ustoz bir betekrar sanatkar ediler. Aşılarını sözlü zor telli dediler. Acayip icadkar ediler. Şu insandan köp narsalar öğrendik. Adamboy xonning yonida Ortiq akam bilan uchrashib turishlarning mezonida sizning san'atga bo'lgan mehringiz bor. Endi hofizligingizdan bir bilib qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Bir to'ya bordik. Shunda birisi kelib, kelsin bo'lsin, yana bir oy bo'lsin deb so'rayverdi. Shunda shuning ijod qildilar, hamma lol qoldi. Shular ko'rganman. Dim havas qilganman shu insonni. Seni leyliyuranadik. Ajoyib dilrabo derler. Meni Mecnun'u şeydadik. Köyünde bir gedav derler. Ukacan taze gülüm yar istem öz yineyiz. Ukacan taze gülüm yar istem öz yineyiz. Bir nega birla şehit kıldı kumar yüz yineyiz. Bir nega birla şehit kıldı kumar yüz yineyiz. Boy gele leylim leylim, sona boylum boylum. Gele hanım ey geley, açılgan gülüm ey geley. Boy aman aman canan, aman aman elinden ey. Qadrli muxlislar, navozandamizning galdagi sonida Hazorasibdagi
dilkash davralarda bo'lib, Odamboy Hofiz, Qutmurodovni esga oldik. O'ylaymizki, bunday ijodkorlar qo'shig'i bilan esda qolarli bo'lgan juda ham chiroyli mulohazalari va elga qilgan xizmatlari bilan doimo barhayot. Hofizni eslash asnosida milliy musiqa san'atimizning chiroyli ohanglardan ham bahramand bo'ldik. O'ylaymizki, Hofiz qoldirgan ma'naviy meros kelajak avlod uchun yana bir ibrat maktabi bo'lib qolaveradi. Har biri mehnatga moyil, olim farzonalar, ahdi paymonni bajargan keng to'liq mardonalar. Ziynati o'lkam habibi mavjuri dilxonalar, mavjuri dillarda zavqim so'zda go'yodir bukun. Bir tomonda zavq bilan shoni yerlar jo'riti, bir taraf sozandalar to'yu tomoshadir bukun. Bir taraf sozandalar to'yu tomoshadir bukun.